Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlarga anchadan beri yangi avtomobillarni obzor qilmayotgan edik, lekin sizlarga birato'la qaytganimizga yarasha zo'r avtomobillarning obzorlarini tayyorlab qo'ydik. Ulardan bittasi Dongfeng 007 avtomobili. Hozirda trend bo'layotgan va YouTube sahifamda eng ko'p ko'rilgan Dongfeng 008 ni sedan versiyasi avtosalonimizga yetib keldi. Mashinani bugun sizlarga xudo xolasa hamma joyini tushuntiramiz, lekin undan oldin bitta choy damlab olib, iftorlikni qilib olib, mashinani videosini to'lig'ini ko'rishni tavsiya qilamiz. Qani unda ketdik. Dongfeng kompaniyasi Xitoyda qo'pol qilib aytganda podarka kompaniya emas. Sababi bu model oldindan katta yuk avtomobillar ishlab chiqarilgan bo'lib, sinovdan o'tib bo'lib, undan keyin yangi avtomobillarga o'tgan. Lekin biz O'zbekistonda 3 yildan beri Dongfengni, bu yil уже 4-yil ekan. 4 yildan beri Dongfengni savdosini rasmiy hisobda olib kelmoqdamiz. Xudo xolasa Dongfengning yangilangan avlodlari, ya'ni keyingi shartnomalarimizni ham yangilab, yangi avlodlarni ham avtosalonimizga olib kelib qo'yganmiz. Hattoki mana shu kompaniya, ya'ni Fengo modellari ham aslida Dongfengga qarashli, lekin Fengo alohida yo'nalishi hisoblanadi, lekin zavod bitta. Xo'p, bu avtomobilimiz 1.5 litrli motor bilan jihozlangan. Eng yaxshi tarafi 218 ta ot kuchi, zadniy privodli bo'ladi. Hamda avtomobil 1200 km yuradigan gibrid avtomobil hisoblanadi. Umumiy miqdorda sovuq paytlarda ham 800 km dan ortiq bemalol harakatlanadi. Yoz paytida 1000 km dan ortiq bemalol harakatlana oladi. Menga yoqqan tarafi bu avtomobil narx jihatidan ancha boshqa modellarga qaraganda qimmat emas, lekin komfort jihatidan anchagina ustun. Hattoki Hida proyeksionli displey Mercedes 50 mingdan tepa turadigan avtomobillarda qo'yiladigan ushbu funksiya bu avtomobilimizda mujassamlashtirib qo'yilgan. Eng qizig'i, obunachilarimiz so'raydigan narsa avtomobillar narxiga to'xtalib o'tishadi. Shuning uchun ichinglarni qizdirmagan holatda avtomobillar, ya'ni 13-mart holatiga binoan bu avtomobilni bugungi kundagi narxini aytib o'tib ketamiz. 345 million 825 ming so'm tashkil qiladi. Dollarga o'giradigan bo'lsak, taxminan 26,5 ming dollar atrofida ushbu avtomobilni xarid qilishinglar mumkin. Qanaqa ranglari mavjud degan savol sifatida tug'ilishi tabiiy holat. Bu avtomobil oq, qora hamda ichki saloni oranjeviy svetlarni ham bemalol avtosalonimizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Birinchi ochganingizda o'zi ko'rasiz, bez ramishli oynalar hozirda trend bo'layotgan, ulgurib ham bo'ldi. Sababi hattoki Dipal Chang'an zavodining Dipal modellarida ham ramkasiz oynalarni ko'rishinglar mumkin. Undan tashqari yon oynamizda orqani, ya'ni xavfsizlik zonasi, ya'ni slipoy datchiklar, orqangizdan kelayotgan avtomobilni ko'rsatadigan datchiklar ham bu avtomobilda mujassam. Eng ko'p men avtomobil xarid qilayotganda birinchi xaridgan narsam mana shu bo'ladi. Sababi bizda bilasiz, shumaxirlar juda ham ko'p, ayniqsa yoshlar juda ham bunaqa qilib shashka qilib yurishga qiziqishadi. Shuni hisobiga bu avtomobilda bu funksiya mavjudligi mana yana bittada plus deb ayta olsak bo'ladi. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsa Range Sport qo'yilgan, shina ballonlarimiz qo'yilgan. O'zini razmeriga keladigan bo'lsa 235 45 R19 dyumli diska ballonlarimiz qo'yilgan. Yana bitta tarafi, bu mashina nega sport komplektatsiyasi deydigan bo'lsangiz, avtomobilimiz 608 sekundda 100 gacha tezlasha oladi. Ya'ni Malibu'ni razgonda bemalol olib qo'yadi. Agar xohlasangiz buni 308 sekundda 100 ga chiqadigan versiyalari ham bor. U elektromobil versiya hisoblanadi, 620 km yurib beradi. Bu avtomobilimiz esa gibrid, ham tokda, ham benzinda bemalol harakatlansangiz bo'ladi. Buni ichki salonni ochganda ko'rsatib beramiz. Yana bitta tarafi, avtomobilni yoqishingiz bilan, ya'ni eshigini ochishingiz bilan orqasidan spoilerlar chiqib keladi. Hozir bitta zavat ko'rsatmasam sizlarga buni. Faralarning yonishini ham ko'rasizlar, juda ham chiroyli. Haqiqatan ko'chada yurganingizda uncha odamning e'tiborini tortadi. Juda chiroyli qilib ishlab chiqargan. Mashinaning eshigini qulflaganingizda, ochayotganingizda mana bu podsvetka shunaqa darajada o'ynaydi. Hozir buni ham joyida bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana kalitlariga ham komplektatsiyada chiqadigan kaltni ko'rayotgan bo'lsanglar, kartasi bor, mexanik ключi bor. Undan tashqari mana bunaqa ko'rinishda, spinner ko'rinishidagi punktlari ham bor. Eshigini yopganingizda spoileringiz kirib ketadi. Ya'ni qatqadir avtomobilingizda to'xtash joylariga qo'yib ketgan paytingizda bu kim yoshlar kelib, mana bu joyini o'yna olmaydi. O'z avtomatik kirib ketadi. Eshigini ochgan paytingizda o'z avtomatik tarzda spoilerlari chiqib keladi. Qaranglar, juda chiroyli.
Xullas, buni yana bitta tarafi sizlarga yukxonalarni ko'rsatmoqchiman. Bagajlarni bitta ko'rsatsak bo'ladi. Mana. Yukxona hajmi ham anchagina keng. Ko'rayotgan bo'lsangiz, liftback kuzovida avtomobil orqa tarafi ko'ryapsizlar, ya'ni mana bu orqa oynalar bilan ko'tariladi. Bu yoqlarida o'zida samoferlari bor. Komplektatsiyasida mana ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zini zaryadchiga chiqadi, qo'shib beriladi. Yana nima bor komplektatsiyada deydigan bo'lsangiz, komplektatsiyasida bu yoqda balonni nima deydi? Yamaydigan vositasi hamda mana bunaqalari bor. Bularda komplektatsiyada domkratlar chiqmaydi. Sababi elektromobil gibridlarda zapaska balon bo'lmaganligi hisobida u narsalar chiqmaydi. Endi qo'shimcha tarzda bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Xo'p. Parktronik datchiklarga alohida to'xtalib o'tamiz. Ya'ni siz orqaga harakatlanayotgan paytingizda ikkita yon tomonidagi asosiy detali, ya'ni orqa parktronikka umumiy miqdorda 45 gradusdan urib beradi. Ya'ni orqaga harakatlanayotganingizda ham sizni harakatlanishingizni qo'shimcha to'ldirib beradi. Ya'ni bu har bittasi 45, mana bu joyda ham o'zida parktronik datchiklar bor. Ya'ni umumiy miqdorda orqa tomonida 4 ta parktronik datchik qo'yilgan. Oldi tarafida esa asosiysi tagida kamera bo'ladi, ya'ni kamera yordamida bemalol naqshingiz bo'ladi. Mana eshiklarning yopilishini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Faralari juda chiroyli, ko'rasizmi? Faralarni o'ynashini, oldi va orqa faralari ham xuddi shunaqa ko'rinishda o'ynayapti. Juda chiroyli. Podsvetkalari ham hammasini ko'rsanglar bo'ladi. Endi ichki saloniga bitta sayohat qilamiz. Ichki salonga o'tirishingiz bilan birinchi xayolimga kelgan narsa AMG GT komplektatsiyasi bilan birga bir qilib ishlab chiqarilgan. Sababi faqatgina gelikka G60 manufakturlar mana shu joyda geliklarda mana shu joyda, hatto GT60, GT50, GT43 modellariga, Mercedeslarda ham, Acula nomi bilan tanilgan Mercedeslarda ham mana shu joyda rejimini almashtiradigan funksiyasi bor. Bunda mana bitta bosasiz, avlada buriladi, bunda bitta bosasiz. Sport rejimiga qo'ydik. Farlar ham o'ynashni boshladi. Sport уже bo'lib o'zgaradi. Hozir endi eko rejimiga qo'ydik. Xo'p, bu yoq tarafimizda materialini qaranglar, juda boshqa ishlab chiqargan, ya'ni arzon detal ishlatilmagan. Bu yoq tarafda Face ID, bu yoqda o'zini audio sistemasi, eshiklarni ochish vositasi hamda oynalarni ochib yopish qurilmalari o'rnatilgan. Undan tashqari bu yog'imizda yana nimalar bor degan bo'lsangiz, men hayron qolardim. Mana bu teshik nimaga kerak desam, bu teshik avtomobilingizni besprovodniy zaryadkadan foydalanganingizda telefoningiz qizib ketmasligi uchun sovutib berish uchun qo'yilgan ekan. Sababi u boshqa modellarda ham, Dipallarda ham ko'rgan edim. Dipalda ham mana shu joyda shunaqanaqasi bor edi. Bu yoqda podstakanchik, bu bosasiz. Bu yoqda bar ham kattagina. Ichida ham ko'rasiz, o'zi xarakteristikasini bildiradigan kitobchasi chiqqan. Kitobchasini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yoqda nima bor degansiz, bardachogi bor. Ichidagi kamera, masalan, buni ham bemalol nastroyga qilsangiz, mana bu yerda kamerasi bor. Ichki salonni ham ko'rib ketsangiz bo'ladi. Apple CarPlay bor. Undan tashqari Huawei'ga ulangan tizimlari, xullas, hamma kerakli bo'lgan navrotlari bor. Rullari ham cross elektrousilitel, Skors mana bu joyda joylashgan. Eshik ochiq bo'lgani uchun asosiy avtomobilni yurmaydi. Endi buni panoramasiga keladigan bo'lsa, qoraytirilgan, yozda ham quyosh uncha sizga ta'sir qilmaydi. Ya'ni 100 talik tayyorlik ko'rib olsangiz, xudo xohlasa hech qanaqa bir muammosiz harakatlanasiz. Shtorkasi bo'lmaydi panoramasi ochilmaydi, lekin ochilmagan taqdirda ham splashnoy panorama ketgan bunda. Lyuk emas, panoramani o'zi. Xo'p. Endi ichini orqasida o'tirganingizda ham sideni ancha orqaga surilgan, lekin mening bo'yim 1.78, atak menimcha men qiynalmasdan o'tiribman. 1.75 insonni menimcha 1.80 odam bemalol o'tira oladi. Sayohatlarga anaqa mo'jizlasa bo'ladi. Yaxshi tarafi, menga yoqqan tarafi, plus bemalol ayta olaman. Type-C port ham, USB port ham bu avtomobilda mavjud. Ya'ni iPhone'ni ham, Samsungni ham bemalol quvvatlash vositalari bor. Xo'p. Funksiyasiga keladigan bo'lsak, funksiyalari juda ko'p. Avtosalonga tashrif buyurgan mijoz, agarda funksiyalar bilan tanishaman deydigan bo'lsalar, bemalol 40 minut atrofida bu avtomobilni obzor qilib bersak bo'ladi. Xudo xolasa instruksiyalarni ham tashab berishadi xarid qilgan mijozlarimizga. Buni o'rganishligi uchun, sababi yangi model. Shuning uchun bu обязательно o'rganish kerak. Xo'p, narxlarini aytib o'tdik. Bu avtomobilni qanaqa shartlarda xarid qilsa bo'ladi degan savol tabiiy holat tug'iladi. Boshlang'ich 25% to'lab bemalol olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Где-то 8000 atrofida to'lab 8000 bo'lishi kerak. Shu atrofda to'lab xarid qilsanglar bo'ladi. Yana pastda telefon raqam qoldiraman. Call centerga qo'yaman, o'zimnikini qo'yaman. Call centerga bemalol telefon qilsanglar, oylik to'lovlarni, sababi buni kompyuter oldida o'tirishadi. Biz aslida
ishlar bilan ko'p yuramiz, shuni hisobiga shuni telefon qilishadi, oliy to'lovlarni ham bemalol chiqartirib olishadi. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu modelni bemalol Avto Center avtosalonidan xarid qilsangiz bo'ladi. Manzilimizni qisqacha qilib aytaman, Sergeli 5-metro bekat, ya'ni Chinor bekatida. Agar bunaqasiga keladigan bo'lsangiz, Qipchoq bekati kesishmasida joylashgan. Bundan tashqari har bitta xarid qilingan avtomobillar uchun mana bitta qimmatbaho sovg'a qo'yilgan. O'tgan safar xolodilnik yutishdi, telefon, planshet, smart changyutgich ana bunday yerga qo'ysangiz o'zi yutib turadi. Bu boshqa filiallarimizda amal qilmaydi, faqatgina shu filialda ishlaydigan aksessuarlarda sariq bola ishlaydigan filialchilar hammasi biladi men qayerda ishlashimni. Bemalol kelsa, xudo xolisa chiroyli qilib tonirovkangizni tekin qilib beraman, poligingizni tekin qilib beraman, sovg'angizni ham hozir qilib beramiz. Xudo xolisa kelasizlar, bemalol aksiyamizda ishtirok etib, mashinani olib, maza qilib yurasizlar. Garantiya ham beriladi, 3 yilga 100 ming kilometr kafolati bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastga raqamga murojaat qilib, sizlarning hammanglarni avtosalonda kutib qolamiz.